Xayrli kun, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Python dasturlash asoslari degan kitobdan funksiya, qiymat qaytaruvchi funksiya mavzusini o'tamiz. Kitob nomini shunchaki yozsangizlar ham topishlaringiz mumkin. Tavsiya etamiz. Yaxshi kitob. Mana shu kitob narxlari normalniy, mahalliy kutubxonalarda arzonroq. Hop, qiymat qaytaruvchi funksiya. O'tgan soat funksiyalarni takrorlash uchun sikldan foydalanish. Avvalgi funksiyalar, dastlabki sodda funksiyalarda barcha funksiyalar natija konsolga chiqariladi, lekin aslida aksar holatlar, ba'zi holatlar uchun bu g'ayrioddiy. Nodasa konsolga chiqqan ma'lumotlardan dastur sifatida biz unumli foydalana olmaymiz. Konsoldagi qiymatni o'zgaruvchiga yuklab, undan kelajakda foydalanish ham bo'lmaydi. Funksiyadan unumli foydalanish uchun undan biror bir qiymatni qaytarish maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Funksiyadan yagona qiymat qaytarish uchun masalan otasining ismi nasini oladigan bo'lsak, ism familiyani kiritadigan funksiyani qaytaradigan bo'lsak, bunda funksiyani ochib olamiz. Masalan, to'liq ism esa uni parametrlarini belgilaymiz. Ism va familiya, keyin otasining ismi degan ixtiyoriy parametr belgilaymiz. Kiritilsa oladi, kiritilmasa yo'q deb. Keyin shuni shartini kodini yozamiz, shartlashtirilgan programmasini. Agar otasining ismi deganda yo'q emas, mavjud emas. If otasining ismi agar mavjud bo'lsa, oladiki to'liq ism degan o'zgaruvchiga ism, familiya, otasining ismi degan matnni yuklab oladi. Biza kiritganlar orqali argumentlarni parametrlarga yuklab. Agar u mavjud bo'lmasa, oddiygina ism, familiya, otasining ismini olmaydi. Kim buni? Hop. Return to'liq ism. Masalan, to'liq ismga talaba 1 va talaba 2 desak, Olim Hokimov deb kirsak, print va talaba 1, talaba 2 desak, bizlar ko'rishimiz mumkinki, bizga konsolda Olim Hokimov, Hokim, Olimov Abrorish degan javobni ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Keyingisi funksiyalardan nafaqat qiymatlar, balki lug'atlarni ham qaytarishimiz mumkin. Masalan, autoinfo degan funksiyani ochib, uni make ishlab chiqaruvchi kabi mana shunaqa parametrlarni kiritsak, uning ichida auto degan to'plama o'zgaruvchi ochib, uni to'plam sifatida mana shu narsa parametrlar, argumentlar sifatida kiritsak va hosil bo'lgan javob va oxirida auto deb hosil bo'lgan qiymatni auto yuklamasiga bersak, auto 1 keyin auto 1 degan o'zgaruvchi ochamiz va unga autoinfo funksiyasidan foydalanib parametrlarga argument kiritamiz. Bo'lmasa argumentlarni kiritamiz. Narxi deganga non deganni berganimizni payqagan bo'lsangiz, agar narxi mavjud bo'lsa uni oladi, bo'lmasa indamasdan ketadi. Ketish kodini yozamiz. Masalan, for autolar, auto narxi mavjud bo'lsa, auto narxini shu yukla o'zgaruvchidagi ro'yxatdagi shu kalit va qiymat juftligini narx degan o'zgaruvchiga yuklaydi. Agar bo'lmasa, mavjud bo'lmasa, shu mavjud non bo'lsa, false oladidan o'tib ketadi. Shu kodni bajaradi, narx teng noma'lum deydidan quyidagi kodni bajaradi. Misol uchun, bozordagi mavjud avtomobillar, masalan, qora Malibu, narx noma'lum, oq Gentra, narx 15,000.
Hop, shunaqa gaplar. Keyingisi oraliq qiymat olish. Biza avval esda bo'lsa kerak, range funksiyasini bilishsak kerak. Bu bizlara kiritilgan oraliqlardagi qiymatdagi raqamlarni birin-birin chiqarib beradi. Biz esa uni ro'yxat sifatida shakllantirib chiqarib olish kodini yozamiz. Buning uchun def oraliq funksiyaga minimal va maksimal qiymatlarni belgilaymiz va qadamni ham belgilaymiz. Qadamga shartli qilamiz, shartli o'zgaruvchi qilamiz. Va sonlar degan ro'yxat ochamiz va while toki min kichkina ekan maxga qadar deb shart qo'yamizda, shart o'zgaruvchisini ochamiz. Agar qadam mavjud bo'lsa, sonlar ro'yxatiga append min mana shu min qiymati oshib bo'laversin va min qiymati minimal qiymat sonlar ro'yxatiga qabul qilinsin va shu min qiymatga hosil bo'lgan min qiymati yana biz bergan qadamni mana shu qadam mavjud bo'lsa ustiga qabul qilib olsin va yana takror aylansin degan degandan qo'shdik. Dasturni yozdik. Agar qadam o'zgaruvchisida mavjud bo'lmasa, qadam o'zgaruvchisida qiymat mavjud bo'lmasa degan holatda sonlar append sonlar ro'yxati minimal qiymatni qabul qilib olaveradi va u har gal bir gap ko'payib oshadi. Bu plus teng 1 deganimiz nima bo'lmasligi uchun mana bu ikkisi bir narsa. Bu ikkisi bir narsa, shunchaki uni Pythonda mana shunaqa qilib yozsak ham bo'ladi. Va hosil bo'lgan funksiyadan hosil bo'ladigan qiymat return sonlar qiymatini qaytaradi. Va bu dasturni ishlatib ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun birinchi print notida 0 va 10 oralig'idagi sonlarni beramiz va ikkinchi oralig'i uchun esa 0 dan 20 gacha, qadamni esa 2 deb belgilaymiz va dasturni ishga tushiramiz. Mana ko'rib turganingizdek 0 dan faqatgina juft sonlar ro'yxati, birinchisida esa 0 dan bittaga ko'paygan sonlar ro'yxati. E'tiboringiz uchun rahmat.